Assalomu alaykum, o'zimizning Chorva YouTube kanali obunachilari, chorvadorlar, yaxshimisizlar, sog' salomat. Xo'p, Alloh hammani chorvasiga baraka bersin. Avvalo, kuni kecha kechqurun yakshanba, o'zi har yakshanba jonli efir bo'ladi YouTube kanalimizda. Savol-javob qilamiz, qo'ylar bo'yicha suhbatlashamiz. Qo'yingki, kecha Telegram kanalimiz bor, Telegram gruppamiz o'zimizning Chorva, linkini kommentariyaga tashlab qo'yaman. O'tib obuna bo'lib qo'ysalaring, o'zlaring nima savol bo'lsa hammasini berasizlar. Mendan yaxshi tajribaliroq akalarimiz bo'lsa javob berilaveradi. Qo'yingki, o'rtada muhokama qilib, qo'yimizni holatini yaxshilashga harakat qilaveramiz. Bundan tashqari Instagramda o'zimizning Chorva, buni ham linkini kommentariyaga tashlab qo'yaman. Hali qisqa videomizning mazmunlari Instagramda ko'proq chiqib turadi. Obuna bo'lib qo'yasizlar, foydadan xoli emas. Kecha va'da bergandik, veterinar ukamiz keladi, video qilamiz deb. Hozir veterinar ukamiz kelib ketdilar. Qo'ldan kelgancha video qo'yganmiz. Bu yerda videomizda nimalar so'ralgan? Yo'tali, burun oqtisi, vitamin berish, shamolladi, dovdir bo'lish ehtimoli bor yo'qligi bitta akamiz so'raganlar. Yana bitta akamiz qo'yimda oyog'i sindi deganlar. Unga maslahat ketgan bu yerda. Shuncha videoni oxirigacha ko'rib turing. Mehnatimiz yoqsa bittadan like bosasiz. Hozir mana bu videomizni orqasiga boyagi videoni ulaymizda, kanalga yuklaymiz. Mehnatimiz yoqsa, aytganimdek like da yemanglar. Kommentda kutaman sizlarni, o'z fikringlarni bildirib qolasizlar. Mana veterinar ukamiz kelgan hozir. Mana shu bitta qo'y bahonasida savollarga javobni ham olamiz. Mana biroz mana shu qo'y. Kayfiyat yo'q. Hop, kecha bitta akamiz yozyapti. Qo'yim burni oqib, yo'tali bor bitta ikkita deyaptilar. Mana ko'rchi. Mana qo'yimni burni og'ib yuribdi. Nima qilsam bo'ladi? Oldindan rahmat va yana qo'zilari boshini ko'tarsam orqaga ketib qolayapti. Bir ovqat yeyapti, bir yemayapti. Nimadan bo'ladi? Nima qilish kerak? Burni oq yurishi shamollashdiki. Unga antibiotik qilish kerak. Grafik bo'yicha 3 kun, 5 kun davomida. Antibiotik. Qaysi dorilar? Asosan endi mayda qo'zlar bo'lsa Penistrep 400 veterinariy antibiotik shu yaxshi ish beradi. Penistrep 400. Hop. Mana shu ham shamollash borda mo'ljalda. Boshini ko'tarsa orqaga ketib qolishi yo o'ta ozg'inligidan yo vitamin yetishmovchiligidan ba'zi bir qo'ylarda gangren hisobida kuzatiladi. O'sha bilan. Vitamin, nima vitamin taklif qilasiz? Endi yosh qo'zlarga asosan tezroq o'sishi, ishtahasi oshirish uchun butasal qilgan ma'qulroq. Butasal? Butasal. U necha gram? Qanaqa badanga necha gramdan? Butasal endi qo'yni kattagiga qarab 2,5 gramdan 5 gramgacha berilgan. O'rtacha misol qo'zini kilosiga qarab deylik 20 kilo qo'zlar bo'lsa 3 gram qilishaveradi. 20 kiloga 3 gram, 35 atrofidagi 5 gramlik shpritsda qilinaveradi. Shu. Bo'ldi. Hop, ana Nitoxchi necha kilo hisobida qanchaga edi? Penistrep 400 ham hop 10 kilo tirik vaznga mayda shoxli hayvonlarga, 20 kilo tara vaznga hop yirik shoxli hayvonlarga qilinadi. Penistrep 400 qo'yga shamollashlarga. Shamollash, burun oqti shunaqaga. 10 kiloga 1 gramdan. Ha, yo'tal shamollashlarga ham. Nitox necha gram edi? Necha kiloga edi? Nitox ham shu bilan bir xil 10 kilo vaznga 1 gramdan. 10 kiloga 1 gramdan. Shunda misol 30 kilolik qo'zi bo'lsa 3 gram. Oz qopti. Hop, butasal otlar va qoramollarga 2,5 dan 5 gramdan 25 gramgacha. Hop, bizga eng kerakligi echkilar va qo'ylar. 2,5 gramdan 5 milligramgacha. Misol deylik, mayda qo'zi 2,5 gram, katta yirik qo'ylar 5 gram oladi. Bu boyagi vitamin.
Boshini ko'tarilmayapti degan akamizni keyin shu taklif. boshini ko'tarsalar orqaga ketib qolayotgan bo'lsa, ehtimoliy holatda qo'yda gangir ehtimoli boshlanayotgan. Senioryoz deydi bu kasallikda, asli fantilida. Endi bizda o'zimizda qishloqda gangir bo'lib qolibdi deydi. Hop, mana dorimiz immunoparazitam. Bu ham birinchi podxodda 0,5 gram, keyingisida 1 gram, keyingisida 1,5 gramdan qilib 5 podxodda davolanadi. 1,5, 1, 1,5, 2, 2,5 O'sha holatda ko'tarib borilaveradi. Ha. oraliq vaqt qancha 5 bo'ladi? kun. 5 kunda bir qilinaveradi. Ha, katta qo'ylar bo'lsa shunday, yo mayda qo'zlar bo'lsa 0,5 gram, keyingisida 1 gram qilinsa, o'sha 1 gramni 3 podxod qilinaveradi. O'sha boshni ko'tarilmayotganga gangir bo'lish, dovdir bo'lish ehtimoli bor deyapti. Hop. 5 kunda 0,5 gramdan qo'shib boriladi. 0,5, 5 kundan keyin 1, yana 5 kundan keyin 1,5 va hokazo. Hop, buni butasalda ishtahasi yo'q hayvonlarga ham ishlatsa, effekti zo'r bo'ladi. Ha. Vitamin. Ha, vitamin. Iloji bo'lsa, veterinar chaqirib, vena qon tomirdan qildirishsa, tez ta'sir qiladi, ishtahani yaxshi ochadi. Nitoksni orqa dumbadan qilinadi deyildi. Muskuldan. Muskuldanmi yo muskul, quymuch. qo'ymushidan bo'ladi? Muskul deydi, yo dumba ostidan qiladi ko'pchilik, songa qiladi. O'sha faqat go'shtga qilinadi. Hop. Antibiotika. Keyin yana bitta akamiz yozganlar. Qo'yimni oyog'i sindi, hali strashniy singan deyaptilar. Endi unga Davolasa bo'ladi. Gips qildirmasalar iloji yo'q. Ha, men aytdim, so'yarib qo'ygan desam, men qo'chqar deb o'yladim-da. U bolasi bor ekan, endi bolasi, qonida ham bola bor ekan. Singan joyidan bog'liqda, son suyak ichidan singan bo'lsa, gips qilib bo'lmaydi. Pastda chig'anoq yoki undan pastki yerlardan singan bo'lsa, uni gips qilsa bo'ladi. Aka, veterinar chaqirmasalar iloji yo'q. kecha siz bilan gaplashganda, Yaxshi akamiz bilan videongizni ertaga kutaman deganlar. Singanda veterinar chaqiring deb men o'shanda ham aytdim. Veterinar chaqiring, maslahatini olasiz. U holatiga qarab turib o'zini diagnozini beradi. U ham 50-50 bo'lishi mumkin, ha? O'sha singan joyiga qarab. Yo, veterinar ko'radi, qanday holatda singan. Shunga qarab yo o'zi gips qiladi yoki qilmasa ham tiklanadi. Misol, suyak singan, son suyak ichidan singan, lekin bu yerda uzilib ketib, bir-biridan ketib qolmaganligini hisobiga o'zi bitishi ham ehtimoli ham bor. Lekin son suyak ichini gips qilish hayvonda murakkab. Hayvon bir yotib rejim qilmaydi bari. Hop. Mana vitaminni yangi qo'z boqishni boshlaganlarga ham oralatib bersa bo'laveradi. Har hafta profilaktik jihatdan berilsa bo'laveradi. o'sha ishtahasini ochish, tezroq o'ziga kelishi, immunitet ko'tarilishi, yangi sutdan ajralgan qo'zlar qaytib bormasligini oldini olish uchun ham qilsa samarali bo'ladi. Lekin ichki tashqi parazitga qaysi edi? Ichki tashqi parazitga mana bu. Intermektin, Gollandiya ichki tashqi qurt parazitlariga. Intermektin. Bu necha grammdan? Bu hop. Qo'ylarga 30 kilogrammga 1 gram. Qurtiga intermektin. Hop. 2 podxod qilinsa, qo'tirda ham oladi. Qo'tirda ham tushirib Har hafta qilinadi. Bir haftada bir qilinadi, 30 kilosiga 1 gram, ya'ni 5-6 kilodan 30 kilogacha 1 gram. 30dan 60 gacha 2 gramdan, 60dan 90 gacha 3 gramdan. Deylik, qo'ylari 40 kilo. O'zi 1 grami 0,3 ishlatiladi, lekin unga 2 gram, 2,5 gramgacha tavsiya qilamiz. Bundan keyin ta'sir yaxshi bo'lish uchun, effekt olish uchun. Ha, demak 40 kilolik qo'yga 2 gram haydasalangan bo'ladi. 2 gram, 2,5 gramgacha. Chiqqan kilo vazniga 1 gramdan qo'shib qilinaveradi. Misol, qo'y 60 kilo bo'lsa, 3 gram. 2 gram emas. Qo'y 30 kiloni o'zi bo'ladigan bo'lsa, 2 gram ketaveradi. Yana bitta ekan so'rovlar. Hop. Biroz yana bitta narsa nima dedi? Iltimos ham taklif. Men Telegramda mana gruppani ochib qo'yganman, o'zimizning chorva. YouTube'da ham shu o'zimizning chorva kanaliga joylanadi. Kechki payt ishdan charchab borganda bir ko'rsang maza qilasan. Videolarimiz zo'r chiqadi haqiqatda. Seni mana shu kanalga ham qo'shib qo'ysam, qarshi olmasang. Ish vaqtida seni hech kim bezovta qilmaydi misolda. Nomeringda ham ko'rsatilmaydi dedi. Kechga mana bitta seni mutaxassisliging bo'yicha savol bo'lsa javob berib tura olasanmi? Kirganda javob berib turaman, lekin bizda endi kechqurun bomdoddan ba'zi xuftongacha ish bo'lyapti. Yo, u vaziyatingni bilaman.
kechqurun 12:00 ham chaqirib, mana qo'yni holatini ko'rsatib. Bizda qo'y ko'p, ukamizda ham hozir vaqtini ko'p olmaylik. Hop. U qo'y ko'pligini men obunachilarga aytib qo'yganman. Bizning qishloqda odamdan qo'y ko'p. Ha. Seni ishing tinmaydi. Hop, o'rtoqlar, mana ko'rdilaring. O'sha savollarga qisman javobini oldik. Endi qolgani o'zlaringga kerakli joyini olib, o'shani qo'llasalaring imkon qadar qo'ylaringni holati yaxshilanadi. To'g'ri qabul qilasizlar. Ukamizni vaqtini ko'p olishni xohlamadim men. O'shaning uchun tez so'rab qisqa lo'nda qilindi. Agar nimadir savol tug'ilgan bo'lsa yo bo'lmasa o'zlaring fikrlaring bo'lsa kommentda kutaman. Sog' bo'linglar. Alloh hammangizni joylaringizga baraka bersin.